Bu pылесосni nimaga qimmatligini hamma bilish kerak. Balki bilgandan keyin xarid qilgisi kelib qoladi. Professional pылесос. Buni ichini ochib, to'liq ko'rsatib beraman. Qarang. Yaqinroq olamiz. Narxi 200-250 dollar atrofida. Где-то profimarket.uz ga kiriladigan bo'lsa, platformada bemalol narxlarni tanishsa bo'ladi. Motori 2200 watt bo'ladi. Juda ham kuchli bo'ladi. Mana shu shlankasini oldigacha suvi bemalol suvi o'zi tortib oladi. Keyin suv buni ichiga motoriga o'tib ketmasligi uchun buni ichida zashtasi bor. Bitta keling. Mana bu filtri. Hoppa. Filtri много раз, ya'ni ko'p ishlatishga mo'ljallangan. Buni hamma zapchastlari firmaning o'zida bor, o'zimizdan olsangiz bo'ladi. Mana bunda ochiladi. Anaqa bilan kompressor bilan urib bo'shatilaveradi. O'shanda uzoqqa yetadi. Cho'tka bilan tozalasa ham tozalanadi, lekin kompressorda ishlatsa juda uzoq vaqt ishlatsa bo'ladi. Keyin buni ichida mana bunaqa funksiyasi bor, mana buni qarang. Yaqinroq keling. Ishlagan vaqtda mana bu narsa mana shunday o'ynab turadi, ya'ni vibratsiya berib turadi. Mana bu filtr pastga qarab turadi-ku. Filtrni qaltiratib vibratsiya berib turadi. Bunga yig'ilgan chang pastga to'laveradi. Ya'ni ozgina chang kelganda ham to'lib qolmaydi. Oddiy pылесосlarda ko'pincha odatda mana shunaqa moyka, sammoykalarga qo'yib qo'yasiz. Uni bo'shatishga kimlardir qaramay qolishi mumkin. 1-2 kun mana shu to'lib ketib, motorga nagruska tushadi. Keyin anunda yaxshi tortilmay qoladi. O'sha vaqtda bu o'zini o'zi vibratsiya bilan tozalab, chist ishlab turadi. Mana bu to'lganicha zo'r tortib, chist ishlayveradi. Bunga suv sachab tegishi ham mumkin. Suvda ham vibratsiya bilan pastga tekizib turadi, ketkizib turadi. Ya'ni motorning umrini uzaytirib turadi. Motor originalni, yaxshi detallar qo'yilgan, har bir detal o'ta kuchli qo'yilgan. Shu sababdan bu qimmat, ya'ni bu professional hisoblanadi. Juda qattiq tortadi, ya'ni o'sha chiska, ximichkalarda ishlatilganda divan, kreslo, keyin mashinaning sidinkalari, qalin narsalarni ham to'liq ximikat bilan shimdirgandan keyin ham o't yo ichigacha tortib olish uchun mo'ljallangan narsa bo'ladi. O'sha joylarda, misol uchun, oddiy pылесосlar ham suv pылесосlar tortib olishi mumkin, yuqoriroq gilamlarni, shunaqa joylarni tortib olishi mumkin. Bunda misol uchun agar gilamni uyingizda biror joyini yuvib turib, shuni tortib oladigan bo'lsangiz, qup-quruq holatga olib kelib qo'yadigan darajada tortib oladi. Shuni bilan farq qiladi. Mana bu narsa ham misol uchun bu ham professional hisoblanadi. Professionalniy pылесосlarda mana bu joyi rozetkasiga boshqa stanok ulab turib ishlatgan vaqtingizda 2500 watt, ya'ni 2,5 kilovatgacha bemalol напряжение ko'tariladi. Mana bu funksiyasini bosib qo'ysangiz, ya'ni ko'rsating. Bu ikkalasi ikkita motorni yoqib beradi, ya'ni mana buni bosib qo'ysangiz, stanokni ulaysizda, stanokka mana buni ulab qo'ygan bo'lasiz. Stanokni bosganda avtomat tarzda buni ikkita motori ishlab turib, stanokdagi changlarni, ya'ni atsos qilib ishlatsa bo'ladi. Xo'p, bu ham o'sha mashinalarda ximichkalarga mo'ljallangan, sammoykalarga qo'ysangiz ham bo'ladi. Haqiqiy klient ham misol sammoykada ishlatganda maza qiladigan hisoblanadi. Bundan tashqari, endi eng hadovoy, men bu hozir ko'rsatib beraman. Hadovoy pылесосlar bor. Bu yoki mana bu variantlar, bularning ichida motori bir xil bo'ladi. Prosta buni litriga farq qiladi. Bu endi standartni, bu ham suv tortadi. Damashniga ishlatsa bo'ladi yoki ya'ni professional stanokka mo'ljallanmagan oddiy joylarga ishlatsa bo'ladi. Umri uzoq hisoblanadi. Sababi buni ichiga kirgan kir, chang, suv motorga o'tib ketmay pastga tushaverganligi uchun bu tipdagi pылесосlarning umri ancha uzoq bo'ladi. Shu sababdan men zo'r maslahat bergan bo'lardim. Damashniga ham agar men buni qo'pa ol desangiz, mana shunaqa variantini 15 litrlik kichkinakkina mana shunaqa variantini ishlatsa bo'ladi. Narxi ham anaqa emas, $80 atrofida. O'sha profi marketga kiriladigan bo'lsa, hammasi narxlari bor. Ko'rsa bo'ladi. Agar erinmayman deydigan bo'lsa, xonadonga ham mana bunaqa kattaroqlarni ishlatsa, suv pullarni bemalol tortib ishlatsa bo'ladi. Sovg'alarga ham zo'r ketadi. Mana bu gabaritda turadi. Oddiy misol uchun professional oddiy xonadonda ishlatiladigan yaxshi pылесосlar ham $100-150 atrofida misol uchun. $500 gacha ham bor. Lekin bu o'shaning narxidan arzonroq, lekin gabaritni podarkalarga ham zo'r. Keyin bular umri o'sha uzoq bo'lganligi uchun shuni maslahat beraman. Bemalol ishlatsa bo'ladi, sizlar.
Rahmat hammaga.